Bitim do'konimizga yangi kolleksiyada neobычный bo'lgan ko'ylaklarımizdan keldi. Matosi, italyanskiy, batis, qiziljo'li. Bu ko'ylagimizni hech kim rad eta olmaydi. Sababini aytaman, qomatni umuman bildirmaydi. Homilador opa-singillarimiz ham bemalol kiyishsa bo'ladi. Ko'ylagimizda yosh joy umuman tanlamaydi. Ko'rib turganingizda etaklari qo'sh etek qilib ishlangan, yonlarida рабочий karmanlari bor, yenglari shunaqa fonarikda tugmachalari ham bor. Sifatga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yuseli matosi shunaqangi yumshoqini umuman kirishib ketmaydi. Hozirgi havoni 60 gradusdagi issiqda ham bemalol kiyib yursanglar bo'ladi. Oldilari zamochkada рабочий qiziljo'li plus ustilarida krujvalari bor. Mana bu belbog'chalarini ham qaranglar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Rasvetkasi eng so'nggi trenddagi qora rasvetkada chiqazib qo'yganmiz. Razmerlarni aytaman, qiziljo'li 48 dan 64 gacha batal razmerda. Bunaqa ko'ylaklarni qatdan topasizlar, aytinglar. Bo'yi 2 metr qizili bemalol kelaveringlar. Sizlarga shunaqa eninglarda to'kilib turadi. Xavotirga o'rin yo'q qiziljo'li. Dastavkalarimiz har doimgidek 12 ta viloyatga ishlayapti. Do'konimizda hammanglarni kutib qolamiz.